Assalomu alaykum Bunyodkor jamiyat kanali tomoshabinlari. Mani ismim Komila va men Bunyodkor jamiyat loyihasining O'zbekistondagi ko'ngilli ishtirokchilaridan biriman. Shu vaqtgacha bizning kichkina jamoamizni Bunyodkor jamiyat kanalida asosan tarjima qilingan ma'lumotlarni qo'yib keldik. Bugun sizga video orqali murojaat qilishimiz sababi kommentariyalarda ortib borayotgan iqlim ofatlari sharoitida odamlar nima qilish kerak? Bizning qo'limizdan nima keladi? Qanday qilib o'zimizni va yaqinlarimizning xavfsizligini ta'minlashimiz mumkin degan savollarga imkon qadar javob berish. Bugun barchamizni butun dunyo bo'ylab toshqinlar, bo'ronlar, zilzilalar, yong'inlar, qurg'oqchilik, ekstremal sovuqlar va boshqa tabiiy ofatlar kundan kunga ortib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunyodkor jamiyat ko'ngillilari tashkil etgan va o'tkazgan forumlarni ko'rgan tomoshabinlarimizni hozirgi vaziyat 12 ming yillik sikl bilan bog'liq ekanini biladi. Shunaqa bo'lsa ham, hozir yana bir bor qisqacha qaytarib o'tmoqchi edim. Forumlarni ko'rmagan odamlarga esa vaqt topib, albatta, to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun forumlarni ko'rib chiqishi tavsiya qilaman. Olimlarning tadqiqotlari asosida forumlarda ovoza qilinganiday, kundan kunga ortib borayotgan va ko'plab odamlarning hayotiga zomin bo'layotgan ofatlarning asl sababi bu sikl. Har 12 ming yilda Quyosh tizimiga koinotdan kosmik ta'sir kirib keladi. Har 24 ming yilda bu ta'sir yanada kuchliroq va xavfliroq bo'ladi. 2024-yilning dekabr oyida biz aynan mana shunday kuchli va xavfli 24 ming yillik siklga kirib keldik. Ya'ni shu vaqtgacha kelayotgan nurlanish sayyoramizga yuzaki ta'sir qilgan bo'lsa, dekabr oyidan biz to'g'ridan-to'g'ri mana shu ta'sir ostiga tushdik. Yer sayyorasi talofatlar bilan bo'lsa ham, lekin ko'p marotaba bunday sikllardan o'tgan va bu ilm-fan tomonidan butkul isbotlangan. Ammo barcha avvalgi sikllarda sayyoramizni himoya qilib kelgan va uni sovutib kelgan okean hozir haddan tashqari mikroplastik bilan ifloslanib deyarli halok bo'lgani uchun o'zini yerni sovutish funksiyasini bajara olmayapti. Shuning uchun yer bu sikldan undagi barcha odamlar bilan birga yo'q bo'lib ketishi va 2036-yilga kelib Mars kabi hech qanday hayot bo'lmagan jonsiz sayyoraga aylanishi ehtimoli bor. Olimlar matematik model yordamida hisob-kitob qilib, bugun insoniyatga taqdim etgan bu ma'lumot odamlarda har xil reaksiyani yuzaga keltiradi. Lekin barcha reaksiyalarni umumlashtiradigan bo'lsak, ularni 4 ta toifaga bo'lish mumkin. Forumlarda ishtirok etgan geolog olim ularni ur, qoch, qotib qol deb nomladi. Ur toifasiga kiradigan odamlar asosan ma'lumotni inkor etishadi. Ular kommentariyalarda ma'lumot berayotgan odamlarni haqoratlashadi, so'kishadi. Sanlar o'zi kimsanlar, xudomisanlar? Bu faqat Allohga ayon va shunga o'xshash gaplarni yozishadi. Qoch toifasiga kiradigan odamlar hech narsani eshitishi istashmaydi. Darrov videoni o'tkazib yuborib, o'zlarini xayoliy olamlarda berkinib olishga harakat qilishadi. Bunday odamlar atrofda bo'layotgan voqealarga aslida mutlaqo befarq. Qotib qol toifasiga kiradigan odamlar bu ma'lumotni eshitib, tom ma'noda qotib qolishadi. Bunday odamlar kommentariyalarda bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi va shunga o'xshash gaplarni yozishadi. Bu uchala reaksiyani negizida qo'rquv yotadi va shu o'rinda men muhim bir narsaga urg'u berib o'tmoqchi edim. Qo'rquv bu normal bo'lmagan vaziyatga har bir odamning mutlaqo normal reaksiyasi. Qo'rquv bu odamning tanasining himoya mexanizmi va bunday ma'lumotga nisbatan qo'rquv paydo bo'lishi bu mutlaqo normal holat. Har bir odam o'zini va yaqinlarining xavfsizligi haqida o'ylashi bu eng tabiiy narsa. Qaytanga qo'rquvi yo'qligi bu normal holat emas. Lekin har bir odam bu qo'rquvni yengib o'tib, harakat qilishni boshlashiga hozir tom ma'noda o'zimizni
farzandlarimizni va butun sayyoramizni kelajagi bog'liq. Harakat qilish deganda men hozir sal oldin aytib o'tgan ur, qoch yoki qotib qol kabi harakatlarni emas, balki hammamizga xavfsiz hayotni ta'minlaydigan harakatlarni nazarda tutyapman. Bunday harakatlar asosan 4-toifadagi odamlarga xos. Bu odamlar ma'lumotni to'g'ri, teran qabul qiladi. Ma'lumotni mustaqil, sinchkovlik bilan o'rganib, tekshirib chiqadi. Chunki bu ma'lumot ertami-kechmi o'zini va yaqinlarning hayotiga ta'sir qilishini tushunadi. Bunday odamlarda ma'lumot bilan tanishib chiqqandan keyin endi qanday yashash kerak, nima qilish kerak, bu vaziyatdan chiqish yo'li bormi, nima qilsak bu ofatlarni oldini olishimiz mumkin degan savollar yuzaga keladi. Bugungi videoni yozishdan maqsad mana shu 4-toifadagi odamlarning savollariga imkon qadar javob berish. Albatta, birinchi 3 toifadagi odamlar ham o'zlaridagi qo'rquvni va o'ta jiddiy vaziyatga bo'lgan nosog'lom munosabatlarni yengib o'tib, kech bo'lmasdan aql bilan fikrlashni boshlashlari juda muhim. Chunki global miqyosda oladigan bo'lsak, dunyo aholisining kamida 25% bolalar, 10% qariyalar. Aytmoqchimanki, agar nimadir qilishga qodir bo'lgan 65% aholi ham o'zini mas'uliyatsiz yosh boladay tutishni davom etsa, biz ming afsus, bu ofatlarni oldini olishga ulgurmasligimiz mumkin. Endi esa maqsadga qaytaman. Hozir har bir odam o'zini va yaqinlarining xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak? Bir boshdan boshlayman. Iqlim inqirozi kuchayib borayotgan bir vaqtda har bir odam nima qilish kerakligi haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirib, 3 ta xavfsizlik darajasiga bo'lib chiqish mumkin. Shaxsiy, ya'ni oila darajasi, lokal, ya'ni qo'shnilar, mahalla, davlat darajasi va umuminsoniy, ya'ni butun sayyora darajasi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi darajada bizani omon qolish imkoniyatimiz ehtimoli yuqori? Ko'pchilik bu shaxsiy daraja deb o'ylaydi. Bunday odamlar o'zi va yaqinlari uchun xavfsiz joylarni topishga va u yerda bunkerlarni qurishga harakat qilishyapti. Lekin bu savolga to'g'ri javob umuminsoniy daraja. Faqatgina butun insoniyat miqyosida birlashsakkina bizda omon qolish imkoniyatlari ortadi. Shuning uchun umuminsoniy daraja bu eng muhim daraja. Har bir darajani batafsil ko'rib chiqamiz. Shaxsiy, ya'ni oila darajasida odam o'zini va yaqinlarining xavfsizligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Bu bosqichda har bir odam turli favqulodda vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligini batafsil o'rganib chiqish kerak. Odatda bunday ma'lumotlar Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Seysmologiya instituti va boshqa saytlarda joylashtirilgan bo'ladi. Har bir odam u yoki bu vaziyat yuzaga kelganda qanday yo'l tutish kerakligini o'rganib chiqib, bu ma'lumotlarni o'z yaqinlariga yetkazish kerak. Ayniqsa bolalarga. Chunki ular ko'pincha ota-onalar ishda bo'lganda uyda yolg'iz qolishadi. Bundan tashqari, ba'zi davlatlarning rasmiy idoralari hozir har bir oila a'zosiga ehtiyot chamadonini yig'ib qo'yish ham maslahat berishyapti. Bu odatda ryukzak bo'lib, unda pul, laminatsiya qilingan hujjatlar nusxasi, zarur dori-darmonlar, kiyim-kechak, uzoq vaqt saqlanadigan oziq-ovqat va suv bo'lishi kerak. Bu ryukzak eshikka yaqin joyda turishi kerak. Bundan tashqari, falokat yuz berganda aksariyat holatlarda xonadonlar elektr ta'minotisiz qoladi. Shu sababli uyda ma'lum bir muddatga yetadigan suv, oziq-ovqat, dori-darmon va isitish, yoritish vositalarini saqlash ham bir muncha vaqt qiyin holatga tushmaslikka yordam beradi. Shaxsiy darajaga yaqinlarni, qarindoshlarni, do'stlarni, tanishlarni iqlim bilan bog'liq vaziyat haqida xabardor qilish ham kiradi. Qarindoshlar bilan favqulodda evakuatsiya holatida qayerda yig'ilish masalasini ham kelishib olish muhim.
Dunyo bo'ylab sodir bo'layotgan voqealar, ofatlar sodir bo'lgan joylarda aksariyat holatlarda svet, internet va aloqa o'chishini ko'rsatyapti. Bundan tashqari, birinchi yordam ko'rsatish kurslarini o'tib, favqulodda vaziyatda atrofdagilarga yordam berish ko'nikmalariga ega bo'lish ham juda muhim. Keyingi daraja bu lokal daraja. Bu darajada mas'uliyat doirasi kengayadi. Har bir odam tabiiy ofat yuz berganda doimo atrofdagi odamlar bilan birlashishga harakat qilish kerak. Faqatgina o'zini yaqinlarini qutqarishga emas, balki birinchi navbatda yon atrofdagi barcha odamlarga yordam berishga harakat qilish kerak. Agar har bir odam qo'lidan kelganicha yon atrofdagilarga yordam berish modelini qo'llashni boshlasa, unda imkon qadar ko'proq odamlarga yordam berish mumkin bo'ladi. Va sizni ham yaqinlaringizga ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar albatta yordam berishadi. Tabiiy ofat yuz berganda qariyalarga, bolalarga, nogironlarga va ayollarga xavfli hududlarni tark etishga yordam berishni tashkillashtirish ham muhim. Kerak bo'lgan joyda tibbiy yoki psixologik yordam berish, favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlariga imkon qadar yordam berish, odamlarni yotoq, oziq-ovqat va suv bilan ta'minlashni tashkillashtirish, ko'chalarni birgalikda yig'ish ishlarida qatnashish, bularning barchasi juda muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi, ya'ni lokal darajaga yana qo'ni-qo'shnilarni, tanish va notanish odamlarni yaqinlashib kelayotgan ofatlar haqida ogohlantirish, ularni o'z vaqtida xabardor qilish ham kiradi. Chunki har doim ham sirenalar ishlamasligi yoki SMSlar kelmasligi mumkin, yoki odamlar o'z ishlari bilan ovora bo'lib kelgan xabarlarni ko'rmay qolishlari ham mumkin. Bu daraja biz birlashishimizga va har qanday og'ir sharoitda ham odamgarchiligimizni saqlab qolishga yordam beradi. Va so'nggi, eng muhim bosqich bu umuminsoniy bosqich. Bu eng mas'uliyatli bosqich bo'lgani uchun har bir odam mana shu ulkan mas'uliyatni his qilishi va uni harakatlariga tom ma'noda nafaqat o'zining va yaqinlarining hayoti, balki 8 milliard odamlarning ham hayoti bog'liq ekanini tushunishi juda muhim. Bu yo'nalishda har bir odam iqlim ofatlarining asl sabablari va oqibatlari haqidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqib, ularni barcha ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirishi, ular haqida gapirishi, muhokama qilishi kerak va shu orqali iqlim o'zgarishini va uning oqibatlarini dunyodagi eng dolzarb mavzuga aylantirishga o'z hissasini qo'shishi kerak. Har bir odam iqlim bilan bog'liq vaziyat naqadar jiddiy ekani haqida ma'lumotga ega bo'lgandagina biz jamiyat sifatida masalaga to'g'ri yondashishimizni, mas'uliyat his qilishimizni, to'g'ri qarorlar qabul qilishimizni va albatta imkon qadar ko'proq odamlarning hayotini saqlab qolishimiz mumkin bo'ladi. Insoniyat ikkita yo'l o'rtasida turibdi. Biri muqarrar va juda azob-uqubatli o'limga, ikkinchisi esa insoniyat sifatida birlashishga va muammoni hal qilishga yetaklaydi. Kommentariyalarda ko'p odamlar tabiiy ofatlar oldida bizni insoniyat sifatida ojiz ekanimiz haqida yozishadi. Bu unday emas. Forumlarda olimlar tashqi kosmik ta'sir moddiy tabiatga ega ekani va mana shu kosmik ta'sirni o'rganib, uni kuchini aks etish yoki kamaytirish mumkinligini ovoza qilishdi. Lekin buning uchun olimlar tarqoq holda, yopiq laboratoriyalarda emas, balki birgalikda, barcha resurslar bilan ta'minlangan holda, butun insoniyat manfaati yo'lida ish olib borishlari kerak. Buning uchun esa yagona ilmiy markaz yaratilishi kerak. Iqlim mavzusini eng dolzarb mavzuga aylantirishdan ko'zlangan eng asosiy maqsad ham dunyoning eng yaxshi olimlarini birlashtiradigan mana shunday yagona ilmiy markaz yaratilishi uchun sharoit va talab shakllantirish. Faqatgina olimlar birlashib, haqiqiy iqlim tahdidini o'rganib, uni yechimini topishga harakat qilsalargina sikl sababli yuzaga kelayotgan falokatlarga qarshi tura olish, ofatlarni aniq prognoz qilish va xavfli hududlardan odamlarni o'z vaqtida evakuatsiya qilish mumkin bo'ladi.
Bundan tashqari, insoniyatda hozirda o'zida okeanni nano va mikroplastikdan tozalashga qodir texnologiyalar ham bor. Bu atmosfera suviga yaratiladi. Ularni kech bo'lmasdan butun dunyo miqyosida joriy qilish okeanni tozalaydi va shu orqali uning yerni sovutish funksiyasini qayta tiklaydi. Bu esa bo'ronlar, dovullar, qurg'oqchilik, anomal shamollar va halokatli toshqinlar ortda qoladi degani. Olimlar forumda ovoza qilganida kelgusi 5-6 yil biz insoniyat uchun juda katta sinovlar davri bo'ladi. Aslida bu davr allaqachon boshlangan, lekin hali yetarlicha o'z kuchiga kirmagani uchun biz insoniyat sifatida hali buni anglab yetmayapmiz. Forumda aytilganidek, bizda bir nechta yo'l bor. Biri hech nima qilmaslik, qanday yashayotgan bo'lsak, shunday yashashni davom ettirish. Albatta, qanday yashagan bo'lsak, shunday yashay olmaymiz. Chunki agar hech nima qilmasak, ortib borayotgan tabiiy ofatlar oqibatida jahon iqtisodiyoti inqirozga yuz tutadi. Harorat sakrashlari natijasida hosil nobud bo'ladi. Bu esa oziq-ovqat inqirozini keltirib chiqaradi. Ichimlik suvi tanqisligi va kasalliklarning tarqalishi esa turli epidemiyalarga sabab bo'ladi. Milliardlab odamlar tabiiy ofatlardan qochib boshqa joylarga ko'chib o'tishni boshlaydi. Iqlim muhojirlarni himoya qiladigan qonunlar yo'qligi va jamiyatimizda avjiga chiqqan insoniylik inqirozi esa bu odamlarga yordam berish o'rniga suv va oziq-ovqat uchun qurolli to'qnashuvlar va nizolarni yuzaga keltirib chiqaradi. Ikkinchi yo'li bu hozir imkon qadar tez va hammaga iqlim bilan bog'liq vaziyat haqida haqqoniy ma'lumotlarni yetkazish. Iloji bo'lsa barcha tillarda, barcha odamlarga va barcha nizolarni, urushlarni, adovatlarni chetga surib, birgalikda bir yoqadan bosh chiqazib harakat qilish. Dunyoni eng yaxshi olimlarni birlashtiradigan yagona ilmiy tadqiqot markazini yaratishga avvalambor talab shakllantirib, shunday markazni yaratish. Ularni barcha resurslar bilan ta'minlash. Olimlar yer yuzini kosmik ta'sirdan himoya qiladigan qalqon ustida ish olib borgunga qadar imkon qadar yangi texnologiyalarni joriy etish orqali hammani suv, oziq-ovqat va turar joy bilan ta'minlashga qaratilgan harakatlarni amalga oshirish. Bundan tashqari, kundan kunga ortib borayotgan tabiiy ofatlar bizga yagona umumjahon qutqaruv xizmati kerakligini ham yaqqol ko'rsatyapti. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qanchalar g'alati tuyulmasin, lekin hozir odamlar iqlim o'zgarishini haqiqiy sabablarini o'rganishlariga va bir-biriga ma'lumot yetkazishni boshlashlariga tom ma'noda sayyoramizni va 8 milliard odamlarni kelajagi bog'liq. Hozir bo'layotgan voqealarga befarq bo'lib jim o'tirish bu o'ziga, farzandlariga va butun insoniyatga o'lim hukmini chiqarish bilan baravar. Forumlarni ko'rgan tomoshabinlar barcha forumlarda iqlim inqirozi haqidagi va bu inqirozdan chiqish yo'li haqidagi haqiqatni hammaga, butun dunyo odamlariga yetkazishga chaqirishayotganini bilishadi. Lekin ko'pchilik buni mohiyatini hali tushunmagani uchun jim turishibdi. Dunyo aholisini 99% hech nima ko'rmayman, hech nima eshitmayman, hech nima gapirmayman degan pozitsiyani egallab turishibdi va boshqalar ular uchun ularni hayotini o'zgartirib berishlarini kutib o'tirishibdi. Bunday yo'l muqarrar halokatga olib keladi. So'z ulkan kuchga ega. Ayniqsa bu so'z haqiqat bo'lsa va odamlarni qalbidan chiqsa, shaxsiy manfaatga emas, butun insoniyat manfaatini ko'zlasa, o'limga emas, kelajak avlodlarga, hayotga qaratilgan bo'lsa. O'z murojaatimni tugatishimdan avval yana bir narsaga sizni e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Ko'p odamlar videolar ostida bu qiyomat, hech kimning qo'lidan hech nima kelmaydi degan kommentariyalarni ham yozishadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga ko'plab qiyomat alomatlarini aytib o'tganlari uchun deyarli har bir musulmon bu davrni taniyapti va hammasini tushunyapti. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomatga bir kun qolgan bo'lsa ham qo'lingdagi ko'chatni ekib qo'ygin degan gaplarni ham
hammamiz bilamiz. Va aynan hozir bu so'zlar naqadar chuqur ma'noga ega ekani yanada yaqqol namoyon bo'lyapti. Sodir bo'layotgan voqealar bu ayanch va umidsizlikka tushishimiz yoki undan ham yomoni befarq bo'lishimizga asos bo'la olmaydi. Hozir dunyoga noumid shayton pozitsiyasidan emas, Alloh oldidagi va kelajak avlodlar oldidagi ulkan mas'uliyat pozitsiyasidan yondashish vaqti. Hozir hamma narsa har birimizning tanlovimizga va harakatlarimizga bog'liq. Hozir hamma narsa iqlim haqidagi haqiqatni gapirishni va birlashib harakat qilishni boshlashimizga bog'liq. Rahmat.